Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Savat Avto kanali bo'yicha do'stlar, hozir zo'rindan legenda Tiko ko'rsataman do'stlar. Birdan like ni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Bilasizlar, Tiko hozir yo'qolib borayotir, lekin zo'r sostenada Tiko hozir ko'rsataman. Videoni gap bilan cho'zib o'tirmayman, videoni ko'rib tomosha qilasizlar do'stlar. Like bosish esdan chiqmasin. Deydi bu 715 nomer alohida tema, mashina o'zi alohida tema bo'lib turibdi do'stlar. Holati zo'r. 97-yilda ishlab chiqarilgan, mejiga pultlari qo'yilgan, 4 tane balon paketidan qo'yilgan, akkumulyator toza qo'yildi. Xullas, propan gaz dokumentalniy qo'yilgan do'stlar. Propan solib haydab yuraverasizlar, уже Tikoni davri boshlandi deydi-ku, metallar uchirib qo'yib yotibdi. Yana alaslardan haydab yuraverasizlar. 4 tane balon paket. Xullas, rasxoti yo'q, koreyskiy variantda do'stlar. Elde aynalar ham knopka, yana pultlar ham ishlaydi, cho'tki holatda turibdi. Yani aynalar ham knopkada tushib chiqadi, hamma narsasi ishlaydi. Pioner magnitofonlar, konditsioner, xullas holati zo'r. Arka bagajlar ham pult bilan ochib ilinadi do'stlar. Bir bosamiz. Cho'tki holatda turibdi. Holati zo'r. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa do'stlar, ekranning pastida nomer turadi, bemalol telefonlashib olishingiz mumkin. Holati zo'r. Balonlar ham zo'rindan qo'yilgan do'stlar. Bemalol kelishtirib beramiz. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 20 million so'm narx aytilib turibdi. Holatdagi Tiko avtomobili do'stlar. Holati вообще zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hadoylar ham chotki, motori вообще sattin sayrab ishlab turibdi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, срочный telefon qilamiz, uspet qilib qolamiz do'stlar. Tiko kamyob avtomobillardan biri bo'lib qoldi hozir. Chunki yaxshi sosteniyadagi avtomobil topish qiyin bo'lib qoldi. Aloqaga chiqamiz. Ekranda pastda nomer turadi. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar.